Said Ahmad Jimjitlik romani. Birinchi qism. Bir tanda ikki odam. Cho'qqilar jilvasiga ko'pam mahliyo bo'laverma, bolam. Bu tog'da qashqirlar bor. Odam bolasining ko'zidan yosh chiqmasi qiyin ekan. Yurak bag'rini o'rtagan alamlar shu ko'z yoshi bilan chiqib ketadi. Kimki faryod urib yig'layolmasa, ko'zidan yosh chiqazolmasa, alamlarini ichiga yutsa, dardga chalinadi. Shuning uchun keksalar alam o'rtagan kishiga yig'la, ko'nglingni bo'shat deydilar. Bu gapda hikmat ko'p. Afsuski, Tolibjon ko'z yosh to'kib yig'la olmasdi. Unsiz, ko'z yoshisiz yig'lardi xolos. Mana shu unsiz yig'i Tolibjonni yiqitdi. Sal kunda qop-qora sochlari kaptar patidek bo'lib ketdi. Asab kasali yomon dard bo'ladi. Tolibjon shovqinga chidamaydigan, gap ko'tarolmaydigan bo'lib qoldi. U o'ylab olis qishlog'ida qolgan o'gay singlisini esladi. Tolibjon uni ko'p yillardan beri ko'rmagan, eri nima ish qiladi, nechta bolasi bor, buni bilmasdi. Har qalay o'zi tug'ilib o'sgan qishloq, bolaligini eslatadigan guvala devorlar bilan qurshalgan hovlilar, tengqurlari bilan birga cho'milgan jimjit soylar, olisda sadafdek chaqnab turgan cho'qqilar, yam-yashil o'tloqlar ko'ngliga taskin berar-ku. U ana shunday o'ylar bilan yo'lga otlandi. Yetim qishloqning pastida katta soy oqardi. Soy suvi qishloq etagiga yetganda yoyilib, o'rtasida o'nlab orolchalar hosil qilardi. Tolibjon bolaligida o'rtoqlari bilan suv kechib, orolchalarda qumga ko'milib, soatlab osmonga qarab yotardi. O'sha paytlarda osmon juda ham ko'm-ko'k bo'lardi. Oppoq bulutlar sut ko'pigidek bo'lib, qishloq ustidan shoshilmay tog'ga qarab suzib o'tib ketishardi. Qamishlar orasidan qurbaqalarning qurillashi, o'rdaklarning g'aq-g'aq tovushlari eshitilib turardi. Tolibjon ko'kka qarab yotib, bir zumda dunyoni xayolda aylanib chiqardi. Kechalari osmonni to'ldirgan yulduzlarning imlashlariga tikilib tongni kutardi. Mana hozir u o'sha yoshligi o'tgan soy ko'prigi ustida turibdi. Endi u yalangoyoq, tanani oftob kuydirgan bola emas, sochlari oqargan, hayotning achchiq chuchugini totgan Tolibjon edi. U toshlarga urilib oqayotgan suvdan bolaligini qidirayotganga o'xshardi. Bu orolchalarda qanchadan qancha xayollari qolgan, shu sohillarda u balog'atga yetdi. Shu orolchalarda ne buyuk orzular og'ushida mast bo'lgan. Nihoyat jimjit sertuproq ko'chalarda kezib, muhabbatning bir umr unutilmas, qo'shiqdek ko'ngilni yayratuvchi, g'azaldek yurakka quyiluvchi, tushdek tumanli onlarni kechirgan. U kunlar endi qaytmas bo'lib olisga, juda olislarga uchib ketgan. Tolibjon omonat yog'och ko'prik ustida shunday ham shirin, ham yurakni o'rtovchi hislar og'ushida garangsib turardi. Kechga yaqin Tolibjon qadrdon uyini topib keldi. U qishloqdan chiqib ketayotganda singlisi to'lishib, boqishlaridan balog'atning allaqanday ta'rifga so'z bermaydigan daqiqalarini kechirayotgani sezilib qolgan qizaloq edi. Singlisi Tolibjonning xotirida shundayligicha qolgan. Hozir qandoq bo'lib ketgan ekan deb o'yladi Tolibjon. Eshikdan jur'atsiz qadam tashlab hovliga kirdi. Mototsiklni yonboshlatib, g'ildiragiga yel berayotgan 9 yoshlardagi bola notanish kishining hovliga kirganidan hayratlanib, moy bo'lib ketgan qo'llarini lattaga artib o'rnidan turdi. Hovlining narigi burchida 3-4 bola yerga cho'nqayib o'tirib nimadir qilyapti. Ayvonda hovliga orqa o'girib bir kampir choy ichyapti.
Tolibjon hovlini, uyni, ayvonni bir onda ko'zdan kechirib dedi. Birdan yuragi shuv etib orqaga tortib ketdi. Singlisi boshqa yoqqa ko'chib ketgan bo'lsa-ya, bular begona kishilar bo'lsa-ya, bolalardan biri unga yaqin kelib salom berdi. Zaynab, opaning uylari shumi? Deb so'radi Tolibjon. Ha, shu. Keling, tog'a. Tolibjon yengil tin oldi. Sen Zaynabxonning kimlari bo'lasan? Dedi tutilib Tolibjon. Ayvonda choy ichib o'tirgan kampir ovoz berdi. Hoy, kim bilan gaplashyapsan, bolam? Bu ovoz Tolibjonga tanish edi. Yuragi bir hapqirib ketdi. Chamadonini yerga qo'yib, ayvon tomonga jadal yurdi. Gurs qadam tovushidan kampir o'rnidan turmoqchi bo'ldi. Kampir 90dan oshgan, halimdek hilvirab qolgan. U Tolibjonning o'gay onasi. Tolibjon qishloqdan chiqib ketganda payg'ambar yoshidan oshib ketgan edi. Tirik ekan. Tolibjon kela solib engashdi-yu, uning bo'ynidan quchoqlab bir daqiqa so'z topolmay entikib turib qoldi. Hoy, kimsan, bolam? Hiding dimog'imga tanish. Kampirning ko'zi ojiz edi. U Tolibjonning yelkalarini timirskilab silab ko'rdi, taniy olmadi. Meni diqqat qilmay o'zing ayta qol, bolam, kimsan? Hiding Tolibginamning hidiga o'xshab ketyapti. Yig'lab ko'zidan yosh chiqazolmagan Tolibjonning o'pkasi to'lib ketdi. Qillab turib birdan ho'ngrab yubordi. Kampir uning boshini silab, peshonasini yuziga bosib sekin dedi. Qayoqlarda yurgan eding, bolam? Ko'zim ochiq paytlarda qayoqlarda eding, tentagim? Kampir uni bag'ridan bo'shatib, hovli tomonga qichqirdi. Nima qilib turibsanlar? Ayangni chaqirmaysanlarmi? Dadalaringga xabar qilmaysanlarmi? Yugur, pochchangga chop. Tog'am keldi deb ayt. Bir hovli bola dupur qilib to'rt tarafga yugurib ketdi. Ha, umringdan baraka topkurlar, juda sho'xda bular. Kampir nimchasiga o'rab qo'ygan choynakni beri surib, piyolaga choy qo'ydi. Qanisan, bolam? Mana bu choyni ich. Dolchin solib damlaganman. Ich. Tolibjon kampirning qo'lidan choyni oldi. Ho'pladi. Onasi o'sha paytda ham shunaqa choy ichardi. Haligacha o'sha odatini tashlamabdi. Bir choynak xushbo'y choyni ichib bo'lgunlaricha hovli odamga to'lib ketdi. Boshiga durra tang'igan yoshi 40ning nari berisidagi xotin halloslab kelib Tolibjonga o'zini otdi. Akajon, bormisiz, akajon? Bu uning singlisi Zaynab edi. Aka singil bir-birlariga mo'ltirab tikilib qolishdi. Tinch omonmisan, singlim? Mana keldim. Bolalar ularning holatini kuzatib turishardi. Zaynab akasini bag'ridan bo'shatib bolalarga qaradi. Nima qilib turibsizlar? Bu tog'anglar-ku, chaqiringlar. Dadalaringni, pochchalaringni chaqiringlar. Bolalar allaqachon xabar yetkazib bo'lishgan ekan. Birin-ketin kuyov bilan bola ko'targan ikki qizi kirib kelishdi. Zaynab ikkala qizini uzatgan, har birining 2-3tadan bolasi bor edi. Zaynabning eri keldi. Tolibjon bilan bel olishib ko'rishdi. Keyin chorbog'dan qo'y sudrab chiqib, kampirdan fotiha so'radi. Kampir uzoq pichirlab, yuziga fotiha tortdi. Kuyov Tolibjonning oyog'i tagiga kelib, qo'y bo'g'ziga pichoq tortdi. Kech kirib, qishloq uylarida chiroqlar yondi. Qo'ni-qo'shnilar biri tovoqda chuchvara, biri shirguruch, biri somsa ko'tarib kirdi. Kuyov kampirni ko'tarib olib keldi-da, so'riga o'tqizdi. Zaynab akasining yelkasiga yangi to'n tashlab, gilam do'ppi kiydirdi. U to'g'riga o'tirib olib, akasidan ko'z uzmasdi. Goh kuladi, goh mo'lt yosh to'kib yig'laydi.
Zaynab kechasi Tolibjonga so'riga eri bilan yonma-yon joy to'shab berdi. Kuyov charchagan ekan, birpasda pish-pish qilib uxlab qoldi. Ammo Tolibjonni hadeganda uyqu ololmadi. Osmon xuddi bolaligidek tiniq, sanoqsiz yulduzlar bir-birlari bilan inglashadi. Ular Tolibjonni ko'k bag'riga chorlayotganga o'xshaydi. Tog' ortidan ko'tarilgan barkashdek oy bir gala bulutni haydab chiqdi. Tolibjon kiprik qoqmay osmonga tikilib yotibdi. Kecha shu qadar jimjitki, hatto keksa qayrag'ochda mudragan chumchuqning iniga sig'may tipirchilagani ham eshitiladi. Shu sokinlikni buzib, qaydadir kuchli portlash bo'ldi. Uning dahshatli ovozi tog' ko'kragiga qadalib, aks sado qaytardi. Shu xil portlash yana bir necha marta takrorlandi. Tolibjon ko'rpani yelkasiga tortib o'tirib oldi. Zaynab ertalabki nonushtaga xamir qorib, hovli betida u yoqdan bu yoqqa g'imirsib yurardi. Sal o'tmay osmonga sudrang nur purkab chaqin chaqdi. Elektropayvandning o'tkir nuri azamat teraklarning uchini sham piligidek birdam yondirib o'chdi. Qaydadir ko'tarma kranning g'iyqillagani, qo'ng'iroq chalgani eshitildi. Bu tovushlar Tolibjonning asabini buzmasdi. Qaytaga qandaydir halovat, yupanch berayotganga o'xshardi. U yana shunaqa chaqin chaqishini kutib yotdi. Yo'q, boshqa chaqin chaqmadi. Tolibjon o'ylab ketdi. U institutni tugatganda qishloqqa bir kelib ketdi. Aspirantura yillari qishloqqa kelishning siri iloji bo'lmadi. Negadir onam o'gay, singlim o'gay degan fikr uni bu oiladan nariga itarardi. Bunga ma'lum sabablar ham bor edi. Zaynabning bo'yi cho'zilgan sari o'gay ona Tolibjon bilan ikkovining boshini qovushtirib qo'yaman, begonaga ketmasin, derdi. Ona simdan shunga tayyorgarlik ko'rardi. Tolibjon 6 yoshligida onasi o'lgan, dadasi bolam onasiz o'smasin deb xotinining yilini o'tkazib 4 yashar qizi bilan qolgan bir beva xotinga uylangan edi. O'sha beva xotin mana shu kampir, qizi shu Zaynab edi. Birga o'sib katta bo'lgan singlisiga uylanishga Tolibjon aslo rozi emasdi. Ana shu gap bo'lgandan keyin qishloqdan ketib qolgandi. Tolibjon ona ovozidan mast edi. Bolalik yillaridagidek uning bag'rida erkalangisi, yuzlarini yuzlariga qo'yib ishqalangisi keldi. Butun xo'rliklarini, alamlarini to'kib solgisi keldi. Atrofda munchoqdek ko'zlarini qadab ajib tomosha ko'rayotgandek turgan jiyanlari oldida hislariga erk berishdan o'zini tiydi. Kuyov ishga ketib bo'lgan, tog' cho'qqilarida oftob nuri yaltirab turardi. Tolibjon to yuvinib kelguncha kampir javrab nevaralarini ko'chaga chiqarib yubordi. Keksalardek dono kamdan kam bo'ladi. Ona o'g'lining tilida nimalar borligini, ichini nimadir kemirayotganini sezib turardi. Bolam, bilib turibman, ichingda o't yonayapti. Nima gap bo'ldi, ayt. Tolibjonning tomog'idan choy o'tmadi. Zo'rg'a yutindi. Kelinimni so'ramadim, bolalaringni so'ramadim, o'zing og'iz ochmaganingga so'ramadim, bolam. Tolibjon titrab javob berdi. Keliningiz juda uzoq yurt tuprog'ida kul bo'lib qolgan. Bolalaring qani, dedi kampir yana. O'g'lim Afg'onda yongan. Bu gaplar Tolibjonning ko'ksini kuydirayotgan olovlar orasidan alanga bo'lib chiqdi. Kampir bir qo'li bilan sholchaga tiralib oldinga surildi. Qo'lini havoda paypaslab o'g'lini topdi, peshonasini siladi. Bu dunyo shundoq, bolam. Olam yaralibdiki, birovga baxt, birovga alam keladi.
Chidaysan, chidamay ilojing qancha. Boyadan beri seni o'ylayman, ichingda nimadir bo'layotganini ko'r bo'lsam ham ko'rib turibman. Baxtingni shamolga uchirib kepsan. Qandoq qilasan bolam? Hali zamon kuyoving keladi. Birga tog'larni aylanib kel, g'uboring tarqaydi. Tolibjon onasini ko'tarib so'riga olib keldi. Yengil qushdan ham yengil bo'lib qopti. Qandoq palvon xotin edi. Yursa yer titrardi. Tolibjonning esida onasining semiz, go'shtdor qo'lida kumush bilaguzugi ko'rinmay ketgandi. O'sha qo'llar endi juda ingichka, juda nimjon bo'lib qopti. Dolchin choyimni ham olib ber bolam. Tolibjon ustiga nimcha yopilgan choynakni keltirib onasining oldiga qo'ydi. Endi bor, aylanib kel, shoshma esim qursin, o'tir. Kampir Tolibjonning xotiniga, o'g'liga Qur'on bag'ishladi. Yuziga fotiha tortgandan keyin endi boraver dedi. Tolibjon boshqa yoqlarga bormay, o'sha bolaligida juda ko'p marta kechgan soyga tushishga ahd qildi. Bir gala bola orqasidan ergashib chiqdi. Tolibjon bolalarni qanchalik yaxshi ko'rmasin, soyda yolg'iz o'zi o'tirib o'y surmoqchi. Albatta bolalar unga xalaqit beradi. Hatto hali yo'lga kirmagan kenja jiyani ham emaklab kelib unga talpindi. Atigi bittagina tishini ko'rsatib iljaydi. Tolibjon uni ko'tarib oldi. Jiyanlardan biri o'zidan o'zi: "Men shashlikni yaxshi ko'raman" dedi. Boshqasi "Men somsani yaxshi ko'raman" deb yuborganini o'zi ham bilmay qoldi. "Qani bolalar, necha kishisizlar?" dedi Tolibjon. Bolalar qator bo'lib bir-birlarini sanay boshladilar. "Biz 5tamiz. Manavi 2ta bola qo'shnimizning bolasi. Shu 2ta bolani ham qo'shsanglar, necha kishi bo'lasizlar?" Bittasi 6ta dedi, boshqasi 8ta dedi. Omon bo'linglar. Hisobdan mazalaring yo'q ekan-ku dedi Tolibjon kulib. 7 kishi. Manavu kenjatoy bilan 8 kishi ekansizlar. Uyda momongiz bilan ayangizni qo'shsak, roppa-rosa 10 kishi bo'lasizlar. Bir bola: "Momom somsa yeyolmaydilar, tishlari yo'q" deb qoldi. Mahalla oqsoqoli tashqari hovlisida kichkinagina oshxona ochgandi. Kelinlari, xotini somsa, kabob, manti tayyorlashardi. Yetim qishloqning yigit-yalanglari to'planib shu yerda ulfatchilik qilishardi. "Qani bolalar, borib bilib kelinglar-chi, bugun qanaqa ovqatlari bor ekan" dedi Tolibjon. Bolalarning hammasi barobar yugurib ketishdi. Qo'lidagi kenja jiyani ham ular orqasidan "Men ham boraman" degandek intilib qoldi. Bir zumda bolalar shovqin-suron bilan ko'cha to'ldirib qaytib kelishdi. "Bugun manti bor, somsa bor, shashlik yo'q" deyishdi hansirashib. Tolibjon ularga pul berdi. "Hozir ayangdan idish olib, qancha manti, qancha somsa olishni so'ragin. Ortgan pulni ayangga berib qo'y" dedi bolalarning kattasiga. Shundan keyin Tolibjonning bir o'zi soy tarafga tushib ketdi. Soy o'sha bolalik paytlaridagidek jimjit. Tolibjon tuflisini yechib, shimini tizzasigacha shimarib, suv kechib o'sha qadrdon orolchaga chiqdi. Suv hamon bir tekis oqar, sal nari borib toshlarga tegib sapchib o'tardi. Tolibjon qumga chalqancha yotib, so'ngsiz osmonga tikildi. Bu uning bolalik osmoni edi. Yoshlik izlari tushgan, go'daklik o'ylari qolgan bu sokin orolchadan aslo ketgisi yo'q edi. Ko'p yillar bo'ldi Tolibjonning bu joylardan mosuvo bo'lganiga. Soch oqardi, umr o'tdi. Yurakda hech qachon tuzalmaydigan, butun umri davomida zirqirab, og'rib turadigan jarohat hamishalikka hamroh bo'lib qoldi. Tolibjon yuragini bir umrga jarohatlagan, boshiga qora kunlar solgan voqeani alam-sitam bilan eslab ketdi. U Toshkent shahar partiya komitetida bo'lim boshlig'i bo'lib ishlardi. Bir so'zliligi, o'jarligi birovga yoqib, birovga yoqmay yurardi.
to'g'ri so'z fikrida sobit Tolibjon partiya safiga o'tganda keksa kommunistlar hamisha shunday bo'ling, haqiqat yo'lidan aslo chekinmang deb kafolat berishgan edi. O'shanda Stalinning shaxsiga sig'inish oqibatlari butun mamlakat miqyosida tugatilib borayotgan, odamlarda hayotga buyuk bir ishonch paydo bo'lgan paytlar edi. Ammo mayda shaxschalar tirik edi. Ular xalqlar otasiga sadoqatlaridan voz kecholmasdilar. Ayniqsa, lavozimlardagi bir necha shaxs farzandlari mamlakat bo'ylab esgan toza shabadani o'tkinchi, mavsumiy bir tadbir deb bilardilar. Tolibjon bo'layotgan ishlarni bilib, ba'zan tajang, ba'zan isyonkor, tabiatini kuch bilan bosib yurardi. Tolibjon ko'p ishlarga guvoh edi. U o'ziga o'zi shunchalik qonunsizliklarni ko'ra bila turib indamasam, qanday kommunist bo'ldim deb kuyinardi. Oxiri uning ichidagi isyon portlab yuzaga otilib chiqdi. Oblast partiya konferensiyasida so'z olib, hozirgi rahbarimiz ministr Luqmonovning yolg'on yashiq gaplariga ishonib, yaxshi odamlarni badnom qilayotganini, respublikamizda yangi bir shaxs paydo bo'lganini aytdi. O'shanda qiziq bir voqea yuz berdi. Zal bo'ylab guldiroz qarsaklar yangradi. Qarsaklarni kim chalayotganini bilib bo'lmasdi. Odamlar stul tagiga qo'llarini tiqib qarsak chalardilar. Ko'zlaridan, yuzlaridan qarsak chalayotganlarini bilib bo'lmasdi. Tanaffus paytida ham kazolar bu favqulodda voqeani joy ustida muhokama qilardilar. Bu yerda ham Luqmonov hammani og'ziga qaratib shakarguftorlik qilardi. Luqmonov beti qattiqroq odam edi. Uni hozirgina minbardan sharmandalarcha tushirib yuborishdi. Profsoyuz lideri bilan tayyorlash ministri sha'niga juda xunuk, hatto og'izga olib bo'lmaydigan gapni minbardan turib baralla aytganida zalda to'polon bo'lib ketdi. Konferensiya delegatlari bir og'izdan bu tuhmat deb qichqirishdi. Uni minbardan tushib ketsin deb talab qilishdi. Mana, hozir u hech gap bo'lmagandek xandon-xushxon gap sotib o'tiribdi. Boya birinchi qatorda kaftini chap qulog'i orqasiga tutib, diqqat bilan gap tinglayotgan 70 yoshlardagi oqsoqolni prezidiumga taklif qilishdi. U qo'lini ko'ksiga qo'yib, uzr so'rab, yana joyiga o'tirgandi. Hozir oqsoqolni choyga chaqirishdi. Bu oqsoqol umrining yarmidan ko'pini chet ellarda o'tkazgan, urush yillarida front orqasida maxsus qo'poruvchilar guruhini tuzib, fashistlarga to'xtovsiz zarbalar bergandi. Urush tugagandan keyin razvedkachi Rahmon Dadayevga Sovet Ittifoqi qahramoni unvoni berilib, u oltin yulduz bilan mukofotlandi. Bundan 2 oylar muqaddam unga Chexoslovakiya davlati ham Pragani ozod qilishda ko'rsatgan jasoratlari uchun qahramon unvonini bergan edi. Chexoslovakiyaning Moskvadagi elchixonasida unga oltin yulduz topshirish marosimi bo'lib o'tgan edi. Uni hech kim ismi, familiyasi bilan atamasdi. Oqsoqol deb izzat-hurmat qilishardi. Oqsoqol nihoyatda bosiq, mulohazali odam. Dushman hududida ko'p marta xavfli vaziyatlarga tushib qolganda shu xususiyati, sovuqqonligi qo'l kelgandi. U davlat xavfsizligi, ichki ishlar sohalarida 17 yoshdan xizmat qila boshlagan. Luqmonov boshlagan gapini davom ettirdi. Bu beodobni chet elga jo'natib yuborish kerak. O'sha yerlarda yurib ko'zini ochsin. Qaysi aybi uchun, qaysi beodobligi uchun, dedi oqsoqol uning ko'ziga qarab. Chet elga yuborilganlar jazo o'tash uchun yuborilmaganlar. Ularning gardaniga vatan manfaatini himoya qilish, diplomatik munosabatlarni mustahkamlash. Luqmonov uning gapini bo'ldi. Qo'ying, otaxon, siz bu ishlarga aralashmang.
pensiyangizni yeb yotavering. Siz keksayib qolgan odamsiz. Hozirgi murakkab vaziyatni tushunmaysiz. Oqsoqol Luqmonovning gaplariga sovuqqonlik bilan javob qildi. Agar chet elga jazo o'tash uchun yuboriladi deb tushunsangiz, shu beodobligingiz uchun sizni yuborish kerak. Birinchidan, men pensiya olmayman. Pensiyadan kechganimga 27 yil bo'lgan. Oyligim o'zimga yetib ortadi. Chet ellarda yurgan paytlarimda yig'ilib qolgan 25 yillik oyligimni ham haligacha olmaganman. Endi Usmonov masalasiga kelsak, uni hech qayoqqa yuborish kerak emas. U shu yerda bo'lishi zarur. U hech qanday odobsizlik qilgani yo'q. Faqat yoshligiga borib picha qiziqishib ketdi xolos. Vaqtiga kelib sovib, gapni orqa o'ngiga qarab aytadigan bo'lib qoladi. Esmaligim uchun kechirasizlar. Alisher Navoiyni qaraganda o'qish kerak ekan. Hozir muk tushib Navoiyni o'qiyapman. Mana eshiting, u nima deydi. Oqil kishi rostdan o'zgani demas. Hamma rost ham degulik emas. Eshityapsizmi? Aqlli odam faqat rost gap aytadi. Lekin rost ekan deb hamma gapni ham aytavermaslik kerak deydi. Ko'rdingizmi? Usmonov shu yerda yoshligiga borib aytish shart bo'lmagan gaplarni ham aytib yubordi. Buning uchun uni kechirish kerak. U keyin o'zini o'nglab oladi. Obkomning birinchi kotibi O'tbosarov bundan 4 yil oldin pensiyaga chiqqan, lekin partiya uchyotini ko'chirib olib ketmagandi. Hozir uni ham choyga chaqirishgan edi. O'tbosarov oqsoqolning gaplarini quvvatladi. Luqmonov, yoshligingizni eslang. Hammamiz ham shu yoshda o't olov bo'lganmiz. Sal narsaga pov etib yonib ketardik. Usmonov ham hozir o'sha yoshda. Siz esa haligacha go'daksiz. Agar chet el odamlarning xatosini tuzatadigan joy bo'lsa, eng avval sizni yuborish kerak. Luqmonovga gap kor qilmasdi. U beti qotib ketgan odam edi. Oqsoqolning bu gaplari uning yuziga tushgan achchiq tarsaki edi. Bu gapning unga mutlaqo aloqasi yo'qdek, u qulog'idan kirib, bu qulog'idan chiqib ketgan edi. Bu yerda KPSSning vakili, hurmatli do'stimiz o'tiribdilar. Usmonovga qandoq chora ko'rishni Moskva hal qilsin. Konferensiyadan keyin Luqmonov KPSS vakilini O'zbekistonning diqqatga sazovor joylarini ko'rsatish uchun Brejnevning kuyovini olib boradigan Taxti Qorachadagi maxsus bog'ga olib ketdi. Ana shundan keyin 3 oy o'tgach, Tolibjon Usmonovni vatan topshirig'ini bajarish uchun chet elga jo'natib yuborishdi. Luqmonov Brejnevning kuyovi bilan do'stlashib olgandan keyin obkom byurosi rad qilgan masalalarni ham o'zicha hal qilib yuboradigan bo'lib qoldi. Bu qadar bosar tusarini bilmay qolgan Luqmonov, Usmonov kim? Bir beodob tiranchi, gapning orqa o'ngiga qaramay vaysayveradigan, bunday mo'tabar dargohlarda ishlashga noloyiq ekaniga boshqalarni ham ishontirmoqchi bo'lardi. Tolibjon Luqmonov yolg'on yashiq gaplar tarqatib, yaxshi odamlarni badnom qilayotganini aytgandayoq Luqmonovning qorniga qosiq qoqqandek bo'lgandi. Luqmonov shu so'z uchun undan ayovsiz qasd olishga ahd